Bugun ijtimoiy tarmoqlarda Ra'no Shodiyeva haqida yomon xabarlar tarqaldi. Bu qanchalik rost yoki yolg'onligiga bugun ochiqlik kiritamiz. Meni qutqarib qolish variantlari juda kam edi. Aktrisa Ra'no Shodiyeva saraton kasalligiga chalingani hammamizga ma'lum. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist, nogironligi bor shaxslar huquqlari faoli Ra'no Shodiyeva saraton kasalligiga chalinib, ayni damda davolanish muolajalarini qabul qilmoqda. Kanalimiz muxbiri aktrisa bilan bog'lanib, undan ochiqchasiga xabarlarni qabul qildi. Toshkentdaman. Yaqinda qaytdim. Yana biroz kimyoterapiya muolajalarini qabul qilishim kerak. Saraton kasalligiga chalinganlarga motivatsiya bo'lsin. Hayotdan umidlarini uzmasinlar deb betobligim haqida ochiq aytdim, deydi aktrisa. Shodiyevaning ma'lum qilishicha, unda juda kam uchraydigan jigar saratoni xastaligi aniqlangan. Shifokorim menga qarab shok holatiga tushdi. U menda alkogol ichasanmi, chekasanmi, fast food iste'mol qilasanmi, gazlangan ichimliklar ichasanmi deb so'radi. Yo'q, men umuman ichmayman, chekmayman. 10 yildirki gazlangan ichimliklar va fast food iste'mol qilmayman deb javob qaytardim. U yana mendan sariq kasal bo'lganmisan, jigar sirroziga chalinganmisan deb so'radi. Yo'q, men bunday kasalliklarni o'tkazmaganman. Keyin bilsam, mening kasalim aynan u so'raganlar bilan bog'liq ekan. Bu kasallikka juda kam foiz ayollar chalinar ekan. Bu jigar saratoni, deydi aktrisa. Ra'no Shodiyeva so'zida davom etarkan, Moskva safaridan qaytayotib samolyotda tobi qochganini aytdi. Onam bilan yangi loyihalar ustida ishlash va konferensiyada qatnashish uchun Moskvaga ketgandim. Juda katta rejalar bilan qaytayotgandim. Samolyotga chiqqanimdan og'riq boshlandi. Reys 40 daqiqaga kechiktirildi. Mendan qolishimni so'rashdi, ammo rozi bo'lmadim va Toshkentga qaytdim. Qaytganimdan keyin shifokorlar menga jigar saraton tashxisini qo'yishdi. Holbuki sog'lig'imga juda jiddiy e'tibor qaratardim. Atrofimdagi do'stlarim va hamkasblarim yaxshi bilishardiki, men gazli ichimliklar va fast food iste'mol qilmayman. Kasallikka esa kuchli zo'riqish sabab bo'lganini aytishmoqda, deydi aktrisa. Ra'no Shodiyeva boshdan o'tganlarni aytib berarkan, davolanish uchun Turkiyani tanlagan urg'ulaydi. Aktrisa Istanbuldagi shifoxonalardan birida operatsiya qilingan va amaliyot muvaffaqiyatli o'tganini aytdi. Hech afsuslanmayman, chunki meni qutqarib qolish variantlari juda kam edi. Operatsiya 11 soat davom etgan va yana hayotga qaytishim Xudoning mo'jizasi bo'lgan. Aslida operatsiya 6 soat bo'lishi kerak edi. Ayrim sabablarga ko'ra 11 soatgacha cho'zilgan. Shifokorim esa natijadan juda xursand. Holatim yaxshi emas edi. Shuning uchun shifokorim avval ochib ko'ramiz. Agar vaziyat yomon bo'lsa qayta yopib qo'yamiz. Qolgani Allohning inoyati degandi. Lekin Alloh menga yana bir bor hayot berdi. Bundan juda xursandman, deydi Ra'no Shodiyeva. Eslatib o'tamiz, avvalroq o'zbekistonlik aktrisalardan yana biri O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Saida Rametova saraton xastaligi aniqlanganda, u ham Turkiyada davolangan. Bizda hozircha shu, demak Ra'no Shodiyevada hammasi joyida. Aktrisaga uzoq umr va sihat salomatlik tilab qolamiz. Kanalimizga obuna bo'ling va like bosishni unutmang.